Bugun birinchi kun bitta tortiladi, xudo. Ikkinchi kun hali qilamiz. O'zi chunki yotoq tortamiz-da. Yo'q, yo'q. Shundan keyin yotoq. 15 minut yurib olasizmi shunaqa? Shundan keyin yana ketadi. Minutdagi og'riq to'xtaymi, yurish to'xtaymi? Bolalar bir urgani bo'ldimi? Yaxshi o'yin ekanda. Oyog'i buzilgandek bo'ldimi deysizlar? Shu bo'ldi, almashamiz aka. Men tomonga almashamiz. Cheki yeni qirog'iga keldim. Hozirga yaqin. Yaqin. Buking. Yelkador. Mazza bo'ldi. Yaxshi bo'ladi. Bo'shakka tog'iga sudingmi? Yaxshi, to'xtasin ekan. Meni hal qilmashidaman. Hal qiladi. Nima bo'ladi? Ijazat. Qachon so'raysiz? Zo'r bo'ldi. O'zimga qarab. O'zimga yuraman. Kallet çıkaralım. Yok. Razmika tortat. Hani verir. Tortat. Halkı. Düşkin. Düşkin halkı. Hani eli hele kostopam şöyle düzdüler. Bunu olacak. Bu düşenmek için. Şöyle gidişen. Şöyle yapalım. Bugün birinchi kuni. Bitta tortamiz. Ehtimoldan yumshatib tortamiz. Ehtimoldan tortib ikki mahal o'tamiz. Yot bo'ladi. Uchinchi kunda sal o'ziga keladi. Almashamiz. Yo'q, sekin turib kel. Sekin kilo olamiz endi joyimizga. Qolgan bo'lmaymiz. Hammani to'plaganmiz. Sho'rlar chiqqan. Ya o'zi birjasi bor. Ashtalar bo'lgan. Shunday bo'lib yaraliga. Javob bo'lib. Nasıl qiladi? Aşık oldu. Aşık olduğunu kim diye bana model kurulur da aşıklar gittik. İşte o güzel madde zoplar var. Değil mi? Ki yere geldim. Bir tane değil. Ama da gitti o konu. Hadi yok. Onu da değil. Yakalamız istikye bulmayan joylar. Üşenme evlilik.
Yaxshi. Endi mo tomonga yurani. Gimnastika mashq bajarasiz aka endi. Gimnastika kanalimizda telefonda bor. Anaqa uni balonga o'tirasiz uyda, choy ichayotganingizda. Imkon qadar yana bir etap qildik, ikkinchi etapga kelinadi. Qattiq joyda yotiladi, taxtada. Qattiq joyda. Hozir endi mana holatingizga ishonib yuravermang. Taxtada qattiq joyda bir oy yot berasiz, umurtqalar o'ziga kelib damib oladi. Grija so'rilishni boshlaydi. Men ochib qo'ydim oralarini. Kundan kunga so'rilib kiraveradi. Yotib olib gimnastika qilasiz, ha? Bu yerni bitta yurib berasiz. Yaxshi. Yaxshi anchalar. Endi lekin bitta narsa yotsangiz kundan kunga yana ancha qo'yaveradi. Tikka bo'lib qoldingiz yaxshi ancha. Mana shu holatga qarab o'tirib, mashina minib ko'chada anaqa qilmaysiz, yurmaysiz. Xudo xolisa bir oydan bir ko'rishamiz aka.